Shu yoshgacha bo'lgan bolalar, autist bolalar, rast bolalar, sensorniy dezintegratsiya bilan bolalar juda ham ko'p. Tug'ganimdan keyin 2 marta pristup berib, reanimatsiyaga tushib qolgan paytim bo'lgan. O'zimda shu narsani qo'llash uchun hijomani o'sha yurak tochkalarini o'zimda qo'llaganman. Alhamdulillah 5 yildan beri men kardiologiya bo'limiga kirmayman. Demak, hijoma sizni operatsiyadan, yurak operatsiyadan sizni qutqarib qoldi. Hijoma. Ya'ni oyisidan boshqa yoqda buvisinikida yashagan bola, qizchamiz kichkina qizcha edi. Aytganimni qilib berishgan. Biz bir oyda ancha o'zgarish qilganmiz. 3 oyda bolada zo'r natija qilganmiz. Nega aynan oyisidan uzoqlashtirish kerak bo'lgan? Chunki onasida duduqlanish bor edi-da. Xafa bo'ladigan joyim bo'lganda, bir ayolga 7 yilmi 8 yil farzand bo'lmagan, u ayolda zulu qo'yganman, 2 etapli zulu muolajasi olingan. Menga telefon qilyaptiki, men sizga kelmasimdan oldin menda mioma yo'q edi, kista bilan deyapti. Bir yoq tuxumimda kista bor ekan, bir yoq tomonda mioma bor ekan deyapti. Vaholanki miomaga ham, kistaga ham zulu qo'yiladi. 1 yildan keyin qayningiz telefon qilib aytibdi, keyin egizakli farzandli bo'ldilar, bitta qiz, bitta o'g'illi bo'ldilar, lekin o'sha paytda homila ekan deyapti.